Mana masalan, hammamiz o'zimizning qilganini cho'nkirib oldigan, qolganligini elpaydigan bo'lsak bo'lmaydi. Men sizlarga qilayotgan ish bu jihad. Tayyorlik qilgan dedim. Meni quvvati kuch dedi. Kuch degan nima? Qurolliq kuch, iqtisodiy kuch, masalan, uyush kuchi, jihodiy kuch, amniy harakat kuchi. Hamma qilsak bo'ladi. Vajahidu bi amwalikum wa anfusikum deb oyatda. Avval mal va jondan burun. Jonni bermak oson, mal bermak tez. Şuna malını burun deydi Allah Teala. Mal bo'lmasa cihatni qila olmaydi, siyosatni qila olmaydi. Buni bilish lozim. Puli vala, nima qilish lozim? Pulni bu yo'lga xajlash lozim, haq yo'liga. İslamning gulinishi, musulmonning gulinishi, islomiy yurt bo'lgan vatanimizning mustaqilligi uchun pulni xajlash lozim. Şuna biz aqlimiz olsa aqlimizning ne'matimizni ifodalab buni so'zlashimiz lozim. Bilimimiz olsa bilimimizni harakat qilishimiz lozim. Olim ulamoning mas'uliyati. Ulamo degan uningki bilim bilan emas, u diplom bilan emas, doçent doktorlik bilan emas, u maydoni bilan. O kan hizmeti bilen bu ilma oldu. İlmanın ölçümü var. Hukukumuz olsun. Kişilerin işini kolaylıklaştırırız. Ben hukuk mandak yap kaldım bana. Ben bu hukuk mende olgan için ben kılma. Benim andan demek emez. Sen hukukunu halk vakaleten aldın. Halkınki çokum hizmetin bulup Müslümanların hizmetini kılışın lazım. Eyüp noksansız dost izlesek dostsuz kalırız. Eyüp noksansız rehber, eyüp noksansız ustaz, eyüp noksansız izlesek o periştemez. Eyüp noksanı var. Lekin sanalı okuduk, eyüp noksanı okuyup, şunu kollap, şunu himaye kılıp, meniş bizning mas'uliyetimiz. Şimdi ko'pincha qarindoshlarning ko'z qarshi bo'lgan vatanning ozod bo'lishi quruq gap bilan bo'lmaydi. Namoyishning hech qanday bir foydasi yo'q. Faqat vaqt isrofchiligi. Bu namoyish xalqni uxultib, bekor vaqt o'tkazishdan boshqa narsa emas degan so'zlar bor. Siz bu vaqt qanday qaraysiz? Qur'onda bir oyat var. Kullu hizbin bima ladayhim farihun deb. Har qanday guruh, har qanday iqlim yüzdeki qilayotgan ish o'zininki mushu qilgan ishi qarta nati xushal. Mening qilganim to'g'ri deb mangadigan bir psixik bilan bir xarakterlar yashaydi. Endi hozir bu balkim endi yomon gumon qilsak bo'lmaydi. Yomon gumon qilsak. Boshqalarga qarta endi biz anda xatolashsin demaymiz. Biz qorong'u zulmatdan qaqshig'icha bir tal kichik o'smish sham yaqinimiz yaxshi. Sham yaqinimiz yaxshi. Biraz yo'riq chiqsin. Bu mesela quruq gapning qo'lidan nima ish keldi? Oyat namoyish qilmay, miyada qilib. To'g'ri. Portdiki to'xtatilgan kema bu hech qanday ziyon zahmatga uchramaydi. Ish qilmagan odam xatolashmaydi. Kemaning vazifasi portda turish emas, do'lqinlarga kezib uzish. Shunga o'xshash, endi biz bu yerda o'zimizning bir kichik majburiyat. Agar men jinimga amra qilmagan bo'lsam, men jinimni o'zim hamma nimaga yaxshi ko'rmagan bo'lsam, masalan, shu maktabda madrasamni qurib japatat o'ltirmaydim. Boshqa shu da'vo ishlarimcha mamaydim. Nima uchun shaxsiyatlikda yashaydim. Nurg'un japa mushaqqatlar oldimizda bor. Sizlar ham shuni qilyapsizlar, sen boshqa qilib. Endi biz bu yerda jonga amra qo'yganlikni qiyomat kunisi o'lab qolsa qayta tirildiradigan, jazo aslabchi bo'ladigan bir sot maydoniga boramiz. Şu vaqtga berishdan burun nima ish qilding degan savolga biz javob berishimiz lozim. Biz Qur'on Karimda fattaqulloha masatatun debdi. Allah subhanahu va taolodan taqating yetishi, kuching yetishi Allohdan qo'rqmadi. Endi biz bu endi ish qilmaslik bahona bo'lib qolmaydi. Siz masalan o'qiy olasiz, siz pul xarjlay olasiz, sizcha fattaqulloha masatatun debdikan endi kuchim yetadigan namoz o'qishgan, o'tirib namoz o'qib, ya masjid qilib yashayman desang bo'lmaydi. Siz cho'ng ish qila olasiz. Çünkü ish qilimi desa, fursat nima desa, kutib turganligimiz qo'l silib ishlaganligi mansub deydi. Biz qo'l silib ishlashimiz lozim, harakat qilishimiz lozim. Lekin harakat qilayotganlar desak, shu davlatning ijtimoiy tuzilmasi, siyosiy tuzilmasi nurg'un cheklanmalarga uchrashqa balkim qilinmagan bo'lishi mumkin. Qilamasiz qilib ko'rsating, boshqani tanlamang. Ana bu namoyish masalasiga kelsak, namoyishni chiq deydigan shu, quruq gap, ondaq. To'g'ri. Bu quruq gap. Lekin endi bu amaliy misollar olsak, masalan, Germaniyada o'zi yashaydigan, mishaga kelgan, lekin oshkora oldiga chiqishni xohlamaydigan, bir kim bilan kurashmaydigan bir kishi atayin menga shunda dedi-chu. 2018da misha namoyish ig'ir bo'lgandan keyin as Uyg'urlarga boshqacha bir bostirish, boshqacha bir yo'qotish harakatini olib qo'yib qoldi. Anadan keyin bu butun davlatning namoyish konsulning oldida shunda turib olgandan keyin o chataq chiqib kelgan odamni deb lakin o siyosatni yumshatganlikni shu boshliq anadan keyin shu o'zining ayolligidagi ayoli singiz Germaniyaga chiqib, o Amerikaga kelib bizga yetkazgan bo'ldi. Bu deganlik buni aqlg'alik emas. Buning shar'iy hukmi nima? Miyadiklar hozir. Shariatda bu to'g'rimi, xatomi? Namoyish qilish. Ma'ni biz masalan
Ba'zi ustozimiz fatvo qildi. Biz so'zlagan bo'ldik burun. Lekin ko'milib qoldi desa, mo'la degan ish qilmaydi, qo'rqinchoq u bu. Ani ish qilish degan nima uning kallasida? Qanday qilish qilgan bo'ladi? İş qilish degan cho'y desak, shuning idisga har biridan bir idis bir ish bor. Shu ishni qilsa ish, qolgan ish emas. Ma bayat deganlik kullu hizbin bima ladayhim farihun degandek, ma bu qas bo'lmaydi shu bizda. Bu biz o'zimizni aqlamaymiz fala tuzakku anfusakum. Qur'onda o'zingni aqlamanglar. Biz ish qilamadik, yegan nang'ishlik ish qilamadik deb mengatimiz men hozir. Menda men kerak men degan cho'ng quvvatda menda deb kirilib masa bo'lmaydi. Mu'minning ishi emas bu. Uni namoyish desak, Saudi ulemalari. Ba'zi podshohlik davlat ulemalari buni to'g'ri emas, harom deb qaraydi. O'chib ketma. Qolgancha desak, biroz erkin, tafakkur qiladigan, o'ylanadigan biroz balki masalan gap so'z qiladigan ulamalarimiz, ya'ni ko'p sonli ulamalar buni to'g'ri deb qaraydi. Nima uchun to'g'ri deydi? Buning dalili nima desa, bu amr ma'ruf nahiy munkar. Yaxshilik bo'lish, yomonlikni to'sish. Xuddi Abu Bakr roziyallohu anhu chiqdi xaliflik chiqqan vaqtda, men xalif bo'ldim. Men endi Payg'ambar alayhisolamdan qolsa, insoniyat ichida eng isil, eng axloqli, eng yaxshi kishi Abu Bakr. Men bunda odam endi men gapni anglanglar demay, men mushishqa ega qilinib qoldim. Men sizlarning yaxshinglar emas. Men xato qilsam meni tuzlab qo'ying dedi. Hatto Umar roziyallohu anhu dedi. Debdi Umar roziyallohu anhuga sahobadan birisi dedi. Agar sen xato qilsang ya Umar, biz seni qilich bilan tuzlab qo'yamiz dedi. Debdi bir sahoba gap qilib qopti. Yo'q, bizning aramizda mijlimada yaxshilik bo'lish, yomonlikni tuzgan odam bo'lish lozim. Deb Umar roziyallohu anhu uningga mushundaq haqni deyishga tavsiya qilsa, menga undaq sabrga tavsiya qilsa deb men nimaga? Yemiyake mavras. Mushunda gapni digil qo'ymasa qolmaydi. Millat deyilmasa, bu ummat yaxshilik qilmaydi dedi. Bana tushunsak bo'ldi. Ana undan boshqa, endi bu nima desak, masalan, yig'inchaga aytsak endi namoyishni harom deydi g'alaba. Nima uchun harom deysiz desa, bu degan sahobalar qilmagan, nima payg'ambar alayhisalom qilmagan, bu g'arbdan kelgan bir import bir ahvol, import bir ish deydi. Avval deymiz biz, bu bir ibodatmi, odatmi? Odat bo'lsa, u ibodat hukmiga siz ko'tarib olsangiz bo'lmaydi buni. Bu bir vosita. Nimaga? Haqqa yetish vositasi. Haqqa yetish vositasi. Shunga siz buni odatni ibodat deb deyolmang. Ibodat desangiz tavqif zot Allohning ko'rsatganda qilamiz, qilmaganimiz qilmaslik lozim. To'g'ri bu. Lekin odat o'sib desak, odatni masalan payg'ambar alayhisalom menda o'rin to'ltirmagan. Payg'ambar alayhisalom mashinaga chiqmagan shunday demagan. Shunday-ku? Payg'ambar alayhisalom kamera ishlatmagan. Lekin bu odat xarakterlik masalalar bu. Buni ayrılışlar, adetli ibadetini aralashtirib bilan ondan keyin bidat deb chiqiblar, ondan keyin boshqa. Buni maqsadi u namoyishning haqqini tepishni manda qilqi buldu yoki naqishlik yuz berdi, qanliq voqea yuz berdi emas. Maqsad shu yerdagi endi Alloh o'zi olim shu hukmronlarni rozi qilib, endi cho'ngroq o'ringa erishishni o'ylagan bo'lish mumkin deb desak bo'ladi endi. Shu darajada. Shunga oyatni nima desa, masalan Veltekum minkum ummetin yad'un ilal hayr ve ya'murun bil ma'ruf ve yenhun anil munkar. Çoğum sizlerden bir kişiler, yaxshilik buyuradigan, yomonlikni to'sadigan bir kişiler bo'lsin deydi. Bu bir kişiler kim o? Endi hozirga biz ma kafir, ma dushman. Ma'ning oldida namoyish qilish to'g'riliq gapni dedik. Masalan, islomiy o'qib qolsa, islomiy bo'lsin qilib bo'ldi. Sahobalar davrida bo'ldi. Masalan, Makkadagi vaqtda qanday bo'ldi? Payg'ambarimizning sahobalari qo'l tutishib 40 necha kishi Allahu Ekber, Allahu Ekber deb to'lab chiqdi. Umr namoyish, haqni maydonga oshkorlash. Undan keyin Oysha radhiyallohu anha onamiz boshchiligida Iroqqa badi masalan Osmon radhiyallohu anhuning ishini adil hal qilishni talab qilib, bu bir namoyish. Undan boshqa payg'ambar alayhisalom bo'lsa, qo'shnim menga zulm qilib ketdi debdi. Sen bir narsani chiqib, qo'shningning endi zulm azob olgan bo'lsa, ishqining oldida qo'ygan kishilar ko'rsin dedi. Bu bir namoyish. Onu sırf çözsek, bayatına gelek yaxshilik buyurish, yomonlikni to'sish. Qanday yaxshilik buyuramiz? Masalan, bizimizningki qo'mondoni emiri musulmon. Bu bizning qo'mondonimiz, emirimiz Payg'ambar alayhisalom dedi, "Isma'u va ati'u." Anglanglar va itoat qilinglar. Emir qo'mondon rahbar deb e'tirof qilsaqlar, qanday va inustu'mila alaykum abdun habashi ka'anna ra'sahu zabiba. Bu Buxoriyning sahih hadisi. Anglanglar, itoat qilinglar. Itoat qilib gapni anglamasin bo'lmaydi. Anglanglar, itoat qilinglar. Sizlarga bir habeshi, qartallik qop-qora, qartallik qul, sizlarga boshliq qilinsimi? Beshi uzumchilik.
bedenin 5 üzümcülük buluş mümkün emas. Ayında kremsiz olsunmu? Başlık kılınğana itaat kılın deydi. İtaat kılmasak günahkar olmayız. Biz itaatsizlik eğir bizde. Hemmenin gepte hemmege şundaq keyine gep kılmayız. Lekin bu hata qilib qolsa desek, nima ish qilsa mayli buni demaymiz. Hata qilsa xatoliging bo'ldi deb deymiz. Aşın o'zimiz namoyish. To'g'ri qilsa to'g'ri debchi buni darrov qo'llaymiz, qo'g'daymiz. Mavju islomninki eng chong bizga ko'rsatgan nimasi buyruqlari. Undan sirt hamda va ta'avanu alal birri vat taqva va la ta'avanu alal ismi wal udwan. Sizlar yaxshilikqa taqvolik hamkorlashing dedi. Zulmga tajovuzga adablaşmang dedi. Yana bir hadisda al mu'minu kal bunyan. Mu'minga binoga o'xshash dedi. Binoninki oyadagi binoning qishlari izlavasa, urlavasa, so'qilvasa biz miyadagi qishilcha biz xam qishdak yoki izlib ketgandek yasaq bo'lmaydi. Biz bir binoning qishi bo'lgan ekanmiz. Ay shu binoning qishi nim bo'lsa, bizga uchun ashunda bir azob his tuyg'u bizda bo'lishi lozim. Biz shuni nimishqa qarindoshimiz solib olsa, nimishqa shunday qilib chiqish lozim. Hamda yana bir desak, asli har qanday narsaning tegichi asli halal o. Al asli fil ashya al ibaha dedi. Har qanday narsaniki usul fiqh qoidasi bo'yicha hamma narsa halal. Halallik dalil topmaymiz, haromlik dalil topamiz. Chunki Alloh taolo Qur'on karimda vaqad fassala lakum ma harrama alaykum. Sura An'amda Alloh taolo sizlarga harom qilingan narsani tafsili bayon qildi dedi. Harom aniq oz, halal ko'p. Mana tushunsak bo'ldi. Shunga bu namoyish nima qildi? Bu haram bo'lsa Alloh taolo deydi yoki shu payg'ambar alayhisalom deydi. Buningda endi mal mulklar o't qo'yildi, u bu yerlik namoyish qurolliq namoyish emas. Biz deyotganimiz tinchlikla deb berildigan, o'zimizning haqqini qo'g'daydigan, o'ltirib oladigan, yig'laydigan bu namoyish. Bu namoyishning qo'ldan nima ish qildi? Qo'ldan chiqish keldi. Masalan, payg'ambar alayhisalom ne dedisi? Afzalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Yoki inda amirin jair. Ikki xil varianti bor desinki. Cihatning eng afzalidi. Biz cihat deb tushunsak, yolg'iz ham qurolliq bilan deb tushunsak bo'lmaydi. Bu cihat haq so'zini deyish zolim podshohning yoki zolim amirning oldida haq so'zini deyish. Inda degan nima bo'lsa, miyada lada deb kelmay, inda deb kelishi, inda deganda yenda bo'lsa-mu, uningga tavaya bo'lsa-mu, hammasi bo'ladi. Mesela ladaya pul desem yanchiqon bo'lish lozim. Endi desem menda bo'lsa-mu, bankamda bo'lsa-mu, bankada bo'lsa-mu, uyda bo'lsa-mu hisob. Mana tarjimada farq bor. Mush payg'ambarimizning hadisidan haq so'zini degani shu yerga chiqib qolgandan keyin biz savob umid qilsak, odat nimaga aylandi? Ibodatga aylandi. Bu bir jihad bo'ladi. Plan uchun chiqmaymiz. Ba'zi kishilar siyosiy desmay qilish uchun o'zini odamlarga mikrofonni berib, o'zi ashunda bir kontrol qilib, o'zim men manda qildim deb rasmlarga tushib, o'zini anda bir bozorga serish mumkin. Lekin qilsang sen qilib ol, lekin mencha o'zining majburiyatini ado qilaman deyishimiz lozim. Yana bunda qaraydigan bo'lsak, butun dunyodagi tashkilot o bu desak, endi to'g'ri tashkilotlarning ba'zi ayblari bo'ldi, rahbarlarning ayblari bo'ldi. Bu aybga qarab azroqlam, haliq nima deymiz? Bizning gapimiz bor ya. Masalan, bir ayb nuqsansiz do'st izlasak, do'stsiz qolamiz. Ayb nuqsansiz rahbar, ayb nuqsansiz ustoz, ayb nuqsansiz izlasak, u farishta emas. Ayb nuqsoni bor, lekin sanalog'i deb ayb nuqsoni olib shuni qo'llab shuni himoya qilib menish bizning mas'uliyatimiz. Shuni bizning ishimiz keyin ketishi nima deymiz endi? Hammamiz o'zimizni mening kerak bo'lsin deymiz. Mening bir prinsipim bor, bir formulam bor, shunga solaman. Yeni bisim shunga soladi. Shunga bu afzal jihat nima bo'lsa, ayndaq zolimning oldida, konsulusning oldida, shar bergan doirada, bo'lsa taxit biroq kuchli holatda biz qila olishimiz lozim. Undan boshqa durun qildigan ishlar hammani bu kamera deb bog'lanmay qilsak, bu tayyorlik qilsak bo'ladi. Va'idu lahum mastata'um min quwwatin min ribatil khayl turhibun bi aduwallahi adakum. Tayyorlik qildi dedi. Men quvvati kuch dedi. Kuch degan nima? Qurolliq kuch, iqtisodiy kuch, masalan, uyush kuchi, jihodiy kuch, amniy harakat kuchi. Hamma qilsak bo'ladi. Siz aniqsiz kelgan umumga dalolat qildi. Masalan, ashuni qilsak bo'ladi. Yoshlarimiz bu jihatda kundan kunga umidsizlanib, bu nima ish qildi, u bu demay, chiqadigan vaqtda chiqib 2 soat yo 3 soat buni qilish lozim. Bu bir ibodat deb qilish lozim buni. Bunun qarta biz masalan oyat nima va amma bi ni'mat robbika fahaddis. Mush oyat na ta'sir qildi menga. Buningda Alloh subhanahu va taolo amma bi ni'mat robbika masalan fahaddis dedi. Bi ni'mat robbika dedi. An ni'matik demaymiz, bi ni'matik deydi desa Alloh taolo ne'mat haqida, ne'matim menda oldi, menda pul topdim, menda qildim, go'zal oldim deb demay, bu oyatning o'zida nima desa, biz ne'matni
sen nimetin bilan nimetin orqali anandaki nimetini ko'rsat ifodalagandan keyin puli vala nima qilish lozim? Pulni bu yo'lga xajlash lozim, haq yo'liga. İslamning gulinishi, musulmonning gulinishi, islomiy yurt bo'lgan vatanimizning mustaqilligi uchun pulni xajlash lozim. Va jahidu bi amwalikum wa anfusikum deb oyatda. Avval mal va jondan burun. Jonni bermak oson, mal bermak tez. Şoň malni burun deydi Allah Taala. Mal bo'lmasa jihatni qila olmaydi, siyosatni qila olmaydi. Buni bilish lozim. Buni haqqini ado qilish lozim. La in shakartum la zidannakum va la in kafartum min azabil shadid. Agar shukr qilsang men texim chiqib berin dedi. Ay pulni xajlab tursak, ishlatsak, Allah yo'lida mushu to'g'ri deb qaragan o'zimizcha jihodiy yo'llar, mush yo'lga olib boradigan cho'ng, masalan, kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, namoyish yo'li, masalan, madrasalar, o'quv o'qitishlar, mushu islomiy tarbiyalangan bolalar, undan keyin dinni tunish shart bilan o'qigan, fanni o'qigan bolalar, hammamizga pul xajlasak, Allah ajr berdi bizga. Şoň biz aqlimiz olsa aqlimizning ne'matimizni ifodalab uni so'zlashimiz lozim. Bilimimiz olsa bilimimizni harakat qilishimiz lozim. Alim ulamoning mas'uliyati. Ulamo degan uningki bilim bilan emas, u diplom bilan emas, doçent doktorlik bilan emas, u maydon bilan. U qan xizmati bilan bu ulamo bo'ldi. Ulamoning o'lchimi bu. Şoň bu jihatda biz kishilarimizning, ba'zi yoshlarimizning umidsizlik qilishi, ba'zi ustozlarning yomon ta'sir berishi yoki maydonga chiqilmaslik sababi bo'lganishi mumkin. Balki bundan boshqa o'zrisi bordi, biz uni uqmaymiz. Lekin bunu da pulumuz olsa sadaq qilamiz, bilimimiz olsa o'rgatamiz, bilimimiz olsa taraqqi qilamiz, huquqimiz olsa kishilarning ishini qulayliqlashtiramiz. Men huquq mana kelib qoldi menga, men bu huquq menda bo'lgandan keyin men qilma. Mening anda nima, mana nima emas. Sen huquqni xalq vakolatidan olding. Xalqningki chuqum xizmatidan bo'lib, musulmonning xizmatidan qilishing lozim. Shuni o'rtaqlashing lozim. Sening shaxsiy narsang emas u. U omonat san u. Bunda g'alatda bo'lish lozim. Agar onda bilim bo'lsa, e'tiqodicha mustahkam bo'lsa, tavhid bo'lsa, kishilarni da'vat qilish lozim. Mana bu uchun cho'ng jihad. So'ngrasi bu har bir qilgan ishni biz mana masalan, hammamiz o'zimizning qilgan ishni cho'ng ko'rib oladigan, qolganligini aytmaydigan bo'lsak bo'lmaydi. Men sizlarga qilayotgan ish bu jihad. Allah niyatingda ravus masalan ixlos bo'lsa, samimiylik bo'lsa. Chunki bu da'vatni taqtish. Masalan biz qilayotgan o'quv o'qitish, mushu bola tarbiyalash uchun mujohidlarni tarbiyalash masalasi bu. Boshqa qilayotgan siyosat, boshqa narsa niyat ravus bo'lsa, o'zininkicha atrofiga bir go'mash to'plash yoki o'zining shaxsiy manfaatiga yoki iqtisod to'plabcha yetish bo'lmasa, uning uchun Allah ajr berdi. Shunga biz bu jihatda boshqalarni aytlaydigan, tillaydigan, haqoratlaydigan ishni qilmasligimiz lozim. Biz bu jihatda insof qilishimiz lozim. O'zimizcha ditimiz yoqimiz so'kadigan, xaltimiz patimiz to'kadigan ishni qilmasligimiz lozim. Xaltimiz to'kayotgandan keyin lozim bo'lib qolib, o'chab ololmay qolamiz. Menimki tushuncham shunchalik raqamdi. Allah razı olsun ustoz. Eyvallah.